This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum hörmətli radio dinləyicilər. Erkin Asya Radyosu'nun davatçısı Amerika paytaxtı Washington'dan anlatıvatımız. Anlatqanlar anlatışımızın 12. sentabr peşembe günlük programısı. Ben bugünkü program riyasətçisi Erkin mikrofon aldı da. Qadirlik radio dinləyicilər, bugünkü bir saatlıq proqramımızı diqqətinizə tövəndikdə orunlaşdırdık. Bunun da aldı bilen xəbərlə səhifəmiz diqqətinizdə болады. Ondan vəqə və mülahizə səhifəmiz boyunca anlatış verimiz. Xəbərlə səhifəmizdə Uyğurlar və dünya vəziyyəti haqqındakı ən yeni uçurlarını diqqətinizə sunumuz. Vəqə və mülahizə səhifəmizdə təfsili xəbər, xəbər analizi, söhbət, məxsus proqramlar diqqətinizdə болады. Qadirlik radio dinləyicilər. Yuqorida bugünkü anlatışımızın qısqacha məzmunlarından vaqif boldinglar. Tövəndə diqqətinizlər təfsili məzmunlarda bolsun. Bunun da aldı bilan xəbərlə səhifəmiz diqqətinizdə болады. Xəbərlərni irada tayyorlang. Köplеген xalqaralıq şirketler növbətdə Xitoydagi taraqqiyot sur'atining ostilashi va foydaning azayishini nazarda tutib, Xitoyga mablag' selishdan o'zini tatmoqda ekan. Wall Street Journal'ның xabar qilishicha, bu hafta Yevropa İttifaqının Xitoydagi savdo uyushmasi va Shanxayda turishliq Amerika savdo uyushmasi har ikkisining dokladida bu ahvol muhim nuqta bo'lgan. Amerika savdo uyushmasining raisi Erik Jing taratqularga qilgan so'zida yaqinqi bir qancha yilda Xitoyda savdo qilish xavfi bag'ansiri o'rlab ketdi. O'xshash vaqtda yana Xitoydagi bozormi ostilab ketdi degan. Ular әппаған райсынаштан qaraganda Amerikalik şirketler içinde Xitayni en köp məbləğ silish mənzili dep qaraydiganlar 25 yıldan bu yanqı en tövən səviyyəyə düşüb qalğan. Wall Street Journal'ның deyişçə, Xitay bunun aqibətlərini çonqur his qılğan bulub, 8. ayda Şanxay şəhərlik hökumət özünün en ciddi iqtisadi xirıslarının birinin alma şirketinin zavodlarını Hindistan ve Vietnam qatarlıq dövlətlərə götürüb ketişidən kəp çıxqanlığını aytqan ekan. Yuqorqi savdo uyushmalarining dokladida Xitoydagi foyda nisbatining amdi boshqa bozorlardan bek ko'p o'rlab ketmaydiganligi bildirilgan. Oldingi oyda Amerikaning Walmart shirkati Xitoydagi 8 yillik payini 3 milliard 600 million dollarga setib atgan. IBM shirkati mo Xitoydagi tadqiqot o'rinlarini taqigan bo'lg'ashqa 1000 dan ortiq kishi ishsiz qolgan. Yaponiyaning Honda motor shirkati yaqinda Xitoydagi 3 soatda ishlab chiqarishni to'xtatgan hamda ixtiyoriy pensiya orqali xodim qisqartgan. Amerikaning Shanxaydagi savdo uyushmasining raisinash natijasidan qaraganda ko'plagan shirkatlar hozir Hindiston va Vietnam qatorliq davlatlarga ko'chishni o'ylashmoqda ekan. Xabarda deyilishicha, bu yil avgustning o'rtalarida Xitoy savdo ministrligi Xitoyga zo'r mablag' solgan chet el shirkatlari bilan yig'in o'tkazib, ular duch kelgan har qanday mablag' va byurokratlik to'saqlarni vaqtida hal qilishga va'da bergan. Bu yig'inga Daniya o'yinchoq ishlab chiqarish shirkati Lego bilan dangliq dori shirkati Modernaning vakillari qatnashgan ekan. Tonulgan Uyghur muzikant və kompozitor Güldiyar Tangritağlı Türkiyədəki nüfuzluq cəmiyyətlərdən bolğan film sənayəti və sənətçilərini küçəyitiş fondi cəmiyyəti tərəfindən tarqıtılğan film və televiziya teatrı mükafatı erişkən. Güldiyar Tangritağlı bu mükafatını televiziya teatrı muzikası türü boyunca alğan olub, onun Yalı Çapqını namlıq qismlıq televiziya teatrı üçün işləyən muzikası ən yaxşı televiziya teatrı muzikası bu bahalanğan. Güldiyar Tangritağlı Türkiyədəki Star televiziya kanalında tarqıtılıb atqan dağlıq televiziya filmi Yalı Çapqınının muzik kompozitori olub, bu televiziya teatri həm vəqəliki, həm artistləri, həm bir-birindən larzan muzikaları bilan küçlük alqışqa erişkən idi. 15 yaş vaxtida ailəsindəkilər bilan Türkiyəyə kelib yerləşkən Güldiyar kiçikdən başlap piano dərs alışqa başlagan. O Türkiyədəki Mimar Sinan Güzel Sənət Universitetini bitirgəndən keyin Avstriyaga berib Mozart Salzburg Universitetining orkestr pianino kasbidan magistrlik unvoniga erishgan.
u o'qish jarayonida Avstriya va Turkiyada nurg'un konsertlarni bergan. Guldiyar Avstriyada 8 yil o'qigandan keyin Turkiyaga qaytib kelgan edi. Guldiyar Tangritog'li hozirgacha Turkiyada ko'plagan film va qismliq televiziya teatrlarining muzikasini ishlagan. Ochiq olma, Babam, Shahona hayotim va Yoli chopqini qatorliqlar bularning ichidagi faqat bir qanchasi bo'lib hisoblanmoqda. Uning yana Rahmaninov, Anatolian Projekti va Mulham nomli CD plastinkalarimi Turkiyada bozorga silinib olqishga erishgan. Xitoy hukumatining Xitoyning to'qliq avtomobil ishlab chiqaruvchilarini Hindiston va Turkiya qatorliq davlatlarga mablag' selishdan saqlanishga chaqirganligi oshkorlangan. Bloomberg gazetasining Xitoydagi bu ahvoldan xabardor 2 kishidan egallishicha, Xitoy Savdo ministrligi bu yil 7 oyda Xitoydagi 10 necha to'qliq avtomobil shirkatlarining yuqori darajalik boshqaruvchilarini chaqirib, maxsus yetakchilik nomida yig'in chaqirib, ular bilan chet ellarda zavod qurishning xavfi haqida suhbatlashgan. Ahvoldan xabardor yuqoridagi ishki amaldorining dalilishicha, Xitoy Savdo ministrligi bu shirkatlarni chet ellar bilan ish qilganda ahli mulk huquqini qo'g'dashga alohida ahamiyat berishga, jumladan to'qliq avtomobillarining muhim zapchastlarini Xitoy ichida yasab, qurashtiradigan qismini boshqa davlatlarda qilishga undagan. Bo'libmi Savdo ministrligi yig'inda to'qliq avtomobil shirkatlarini Hindiston va Turkiyaga mablag' solmaslikka chaqirgan. Janubiy Xitoy atigaligi gazetining xabar qilishicha, ular Bloombergning bu xabariga qarata Xitoy Savdo ministrligining inkosini so'ragan bo'lsa-mu, bir javobga erishamagan. Yuqoridagi manbalar Xitoy Savdo ministrligining Xitoy to'qliq avtomobillarining texnikalarining ko'chirilishidan andisha qilayotganligini degan. Uningda aytilishicha, hukumatning bu ogohlantirishi tufaylidan Xitoydagi to'qliq avtomobil ishlab chiqaruvchilarining chet ellarga mablag' selishi ostilab qolishi mumkin ekan. Yevropa komissiyasi Xitoyning to'qliq avtomobillarini Yevropa ittifoqi bozoriga import qilish uchun sungan eng tuvan baho va hajm cheklamasi belgilash taklifini rad qilgan. Politico gazetining xabaridan qaraganda Xitoy Yevropa ittifoqi bilan suhbat o'tkazish orqali ularning Xitoyning to'qliq avtomobillariga qo'ygan eg'ir boj yukidan qutulmoqchi bo'lgan. Biroq Yevropa komissiyasi Xitoy sungan taklifni rad qilgan. Yevropa komissiyasi Xitoyning to'qliq avtomobil sanoatining leti pishiqlab ishlashdan tortib mashinalarni chet elga to'shishqichi bo'lgan. Barliq jarayonda davlatning to'liqlama yordami borligini aniqlab chiqqan bo'lg'ashqa Xitoy to'qliq avtomobillariga eg'ir boj qo'ygan edi. Politico'ning deyishicha, Yevropa savdo bayonotchisi Olaf Gell 12 sentabr kunidagi so'zda mundaq degan. Komissiya Xitoyning taklifini bizi aniqlab chiqqan to'liqlama yordamning ziyonliq ta'siri yo'qotildimi, uni unumli nazorat qilish va ijro qilish jihatda bir natija hosil qildimi yo'q degan asosda qarab chiqdi. Biroq komissiyamiz bizga sunilgan takliflarning hech qaysisining talablarimizga mos kelmaydiganligini yakunladi degan. Xabarda deyilishicha, Yevropa komissiyasi Xitoyning taklifini rad qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning savdo ministri Wang Wentao 19 sentabr Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan tamojna bejiga oid masalalarda uchrashish olib bormoqchi ekan. U Yevropa ittifoqining savdo boshlig'i Valdis Dombrovskis bilan ko'rishdi ekan. Yevropa ittifoqi Xitoy to'qliq avtomobil sohasining adil bo'lmagan raqobat orqali ishlab chiqargan arzon baholiq to'qliq avtomobillarining Yevropa bozorini egallab ketishning oldini olish uchun bu avtomobillarga 7,8 dan 35,3% gacha bo'lgan boj qo'ygan edi. Xitoy bo'lsa, Yevropaning bojni bekor qilishini yoki tuvallatishini talab qilmoqda ekan. Xitoy uchun josuslik qilgan Amerika Markaziy tashrish idorasi CIA'ning sobiq xodimi Alexander Yukchingma, ya'ni Ma Yuching 11 sentabr kuni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Birlashma agentligining xabariga qaraganda 71 yoshli Ma Yuching bu yil 5-oyda Federatsiya taftish mahkamasi bilan kelishgan bo'lib, u Amerikaning davlat mudofaa uchurlarini to'plash yoki chet el hukumatiga yetkazish jinoyatini qabul qilgan. Agar u Federatsiya taftish mahkamasi bilan kelishib, jinoyatlarini topshirmagan bo'lsa, umrlik qamoq jazosiga hukm qilinadi ekan. Amerika Adliya ministrligining jakarlashicha, Ma Yuching Amerika Markaziy axborot idorasi CIA'ning sobiq xizmatchisi bo'lib, u Hong Kongda tug'ilgan va keyincha Amerika fuqaroligiga o'tgan. Ma Yuching 1982-yildan 89-yilgacha CIA'da xizmat qilgan. CIA'ning sazgur va maxfiy uchurlarini ko'rish salohiyati bor bo'lgan Ma Yuching 1989-yili bu idoradan iste'fo bergan va bir mazgil Xitoyda yashagan.
U 2001 yılı 3. ayda Şanxay şəhərlik Xitay Dövlət Xəvfsizligi İdarəsi xadimlərinin təklifi bilan özünün şu vaqtda Amerika Mərkəzi Axbarat İdarəsi CIA'da işləydigan qeyrindaşını Xitay məxfi xadimləri bilan görüşüşkə ma'qul keltirgan. Nəticədə onun qeyrindaşı Xitay Dövlət Xəvfsizligi xadimləri bilan Hong Kongdakı bir mehmonxonada uchrashib, Amerikaning zo'r miqdordagi davlat mudofaa uchurlarini setib etgan. Buning badaliga ular Xitoydan $50,000 pul olgan. Ular yana Xitoyning məxfi xadimi bilan davomliq hamkorlashishga qo'shilgan. Ma Yuching 2001 yılı Havayga qaytib kelgan. U 2003 yılı 3. ayda Amerika Federatsiya Təşririş İdarəsi FBI'ning Honolulu'dagi shtabida to'xtamliq tarjimon bo'lib ishlashga iltimos qilgan. Ayni chog'da Amerika Federatsiya Təşririş İdarəsi Ma Yuchingning Xitoy davlat xavfsizlik organlari bilan bo'lgan aloqasini bilib bo'lgan bo'lsa-mu, uni izqoqlab tashirish planining bir qismi sifatida ishga qabul qilgan. Bu orqali uning faoliyatini va Xitoy bilan bo'lgan aloqasini izqoqlab tashirgan. 6 yil bo'yicha Ma Yuching ko'p qitim Xitoyga uchur va rasmlarni avatgan. U yana Xitoy davlat xavfsizlik organlarining xodimlari ko'rsatgan bir rasmdagi 4 amerikalikning kimligini aniqlab berish uchun qeyrindoshini ma'qul keltirgan. Qeyrindoshi u rasmdagi 2 amerikalikning kimligini aniqlab bergan. Bu shaxslarning salohiyati Amerikaning davlat mudofaa uchuri bo'lib hisoblangan. Ma Yuching 2020 yılı qo'lga olingan bo'lsa-mu, uning qeyrindoshi kasallik sababi bilan o'lib ketgan. Amerika Federatsiya Təşririş İdarəsi Honolulu alayda vakolatchisi Steven Merrill Ma Yuchingning jazosi e'lon qilingandan keyin bergan bayonotida mundaq degan: Bu vaqa boshqalarga savoq bo'lsin. Mayli aradan qanchalik vaqt o'tgan bo'lsin yoki qanchalik vaqt ketishidan qat'iy nazar, siz hamon bir kuni sudga tortilsiz. Qadrli radio anglag'uvchilar, Amerika poytaxti Washingtondan altyapmiz. Erkin Asiya radiosining lavhatisizlar. Anglayotganinglar anlatışımızın 12. sentabr Perşembe günlük programmasi. Yuqorida xabarlar anladinglar. Tövəndə diqqətinizlər vaqe və mülahizə səhifəmizdə olsun. Qadirlik radio anlıqçılar. Vaqe və mülahizə səhifəmizni diqqətinizlərə mındaq tərtiblədik. Bunun da öz muxbirlərimiz və hər qaysı əllərdə turishlik ixtiyari muxbirlərimiz tayyorlagan Uyg'urlarning siyosiy, iqtisod, madaniyat, ijtimoiy va iqlim masalalariga munosabatlik tafsiliy xabar analizi, suhbat, maxsus programmalar diqqatingizda bo'ladi. Qadrli radio anglag'uvchilar, yuqorida vaqa va mulohiza sahifamizning qisqacha mazmunlaridan vaqif bo'ldinglar. Tuvanda diqqatinglar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türk'nin Kişilik Hukuk Kengeşi'de sözlegen dokulatida dünyanın kişilik hukuk vaziyetideki çekinişlerini qayg'u bilan tilga olgan turuqliq Xitoy hukumati yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olmasligi tanqidga uchramoqda. Tövəndə bu vaqtdagi tafsiliy uchurlarni muxbirimiz Irodadan anglaysizlar. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'nin 57. növbətlik yığını 9. sentabr günü başlanğan. Yığının birinci günüdə Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türk yığın əhliga dünyadagi kişilik hukuk vəziyyəti haqida bir umumi doklat bergan. We are at a fork in the road. We can either continue on our current O Kişilik Hukuk Kengeşi reisi və əza dövlətlər vəkillərinə xitab qılıb durub sözləyən bu nutqida insan huquqi, ayollar huquqi, irqçılıq, öşmənlik, kəmsitiş, həmcinslər məsələsi, ictimai iqtisadi təngsizliklər qatarlıq bir qatar kişilik hukuk krizisləri haqqında söz qılğan bolsa-mu, biroq Amerika hökuməti və şundaqla başqa nurgun kişilik hukuk organları tərəfindən hazırmı davam qılıb atqanlığı bahalab çıxılğan Uyğur irqi qırğınçılığını tilgə almagan. In China, undue restrictions on civic space continue to be imposed in the name of national security and social stability. O yığında Xitayning kişilik hukuk xatirasi haqida to'xtalganda faqat Xitoyda davlat bexatarligi va ijtimoiy muqimlik nomida ijtimoiy erkinlikka o'rinsiz cheklamalar qo'yildi degan jumlani ishlatgan.
Кишилек hüquq Ali komissari Volker Türk'нең 57-нче нәүәтлек кишилек hüquq кеңешидән ибарәт бу мөһим сорында уйгыр ирқи кыргынчылыгын тилгә алмаслыгы күчлек тәнкыйтькә очрады. Кишилек hüquq мутахассисы доктор Софи Ричардсон Volker Türk'нең BDT хитапнамаларында әң игыр җинаят дип аталган ирқи кыргынчылыкны тилгә алмаслыгын интайын галит ахвал дип карайдыганлыгын әйтте. I think it's a very strange speech. You know, this position is meant to be the world's ambassador for victims and survivors. Mənçə bu tolumu g'alati nutq bo'pti. Volker Türk'nің xizmat vazifasi aslida dunyo miqyosida kishilik huquq dafsanchiligining ziyonkashligiga uchirg'uvchilar va ziyonkashlikdan amon qolg'uvchilarning ovozi bo'lish edi. Men Volker Türk'ning Xitoy haqidagi bayonlari, Xitoydagi ziyonkashlikka uchirg'uvchilar, jumladan Uyg'urlarni qattiq afsuslantirdi deb o'ylayman. U nutqida insonlarni tilga olmay, uning o'rniga ijtimoiy erkinlik degan so'zni ishlatibdi. U Xitoy hukumatining xalqaro kishilik huquq qonunlari bo'yicha eng ig'ir jinoyat deb bekitilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni davom qilayotganligini tilga ola olmadi. Dünya Uyghur Qurultayı bayonotchisi va xalqaro aloqa bo'limi direktori Zumratay Arkin Volker Türk'нең vazifəyə o'ldirgandan buyon Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik masalasiga nisbatan keskin pozitsiyada bo'lib baxmaganligini aytdi. Ali Komissar Volker Türk efendim hizmetini başlayan yağı Uygurlar doğrusunda bulupmu bizning şu hazırki Vətən Şərq Türkistan'da elib beriyotgan irqi qırğınçılıq doğrusunda işini başlayan yağı ağır bir Xitay hökumətinin tənqidliyini görüldük. Bu qitimki kişilik hüquq kengəş şeycilimi az söz bilen muş ağır vəziyyət ifadələrini anlap və görüp dünyadakı xalqara təşkilatlarmı bək əfsuslandıq. Volker Türk'нең кишилек hüquq кеңешидәге бундак чоң сорындагы фурсатны колдан берип коюшы иҗтимаи таратқуларда инкас козгады. Уйгыр ирқи кыргынчылык мутахассиси, Америкадагы коммунизм курбанлары хатыр фонды Хитаи ишләре директоры доктор Адриан Сансму экстик инкаста Volker Türk'ны тәнкыйть кылды. О мондак дигән: Volker Türk BDT'нең уйгырларның вазiyati haqidagi dokladından 2 yil keyin kelgan va Şinjandagi vahshiyliklarni ayıplaydigan bu g'oyat zo'r fursatni qo'ldan ketkizib qo'ydi. Uning so'zlari bak ojiz. BDT kishilik huquq Ali komissarligi 2022 yili 8 oyning oxirida nurg'un xalqaro besimlardan keyin oxiri uyg'urlarning vaziyatiga doir tashrish dokladini e'lon qilib, Xitoy hukumatining uyg'urlarga qaratayotgan vahshiyliklarning insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkinligini xulosa qilib chiqqan edi. Ayni chaqda bu doklad xalqarada kuchlik inkas qo'zg'agan bo'lsa-mu, biroq BDT Xitoy ustidan bir tashrish boshlayanmagan. Mazkur tashrish dokladining e'lon qilinganligiga 2 yil to'lganda kishilik huquq Ali komissarligi o'zlarining bu vaqtda nimalarni qilganligi haqida xalqaro jamoatga tushuncha berish maqsadida bir bayonot e'lon qilgan. Ular 27 avgust kuni e'lon qilgan bayonotida mundaq degan: Biz bo'libmi Şinjan masalasidagi nurg'ulg'an chataq siyosatlarning yana shu peti davom qilayotganligini bilamiz. Biz hukumatni davlat bexatarligi va terrorlikqa qarshi turish harakatlarini kishilik huquq nuqtasidan turib to'liq tekshirishga chaqirdik. Qiyin qisqa qatorliq kishilik huquq dafsandichiligiga doir ayblashlar ustidan to'liq tekshirish olib berilishi kerak. Kishilik huquq Ali komissarligi bayonoti davomida yana biz ayrim delolarni davomli o'tirg'a qo'ydik. Hukumatni tezdan tadbir qo'llanib, erkinligidan mahrum qolgan barliq kishilarni qo'yib berishga chaqirdik va oilasidagilarning izdirgini qilayotgan ba'zi kishilarning o'rni va izdirgini oydinlashtirdik degan bo'lsa-mu, ammo ularning bu qitimliq bayonotida 2 yil avval deyilgan insoniyatga qarshi jinoyat terminining tilga ilinmasligi diqqat qo'zg'adi. Sofi Richardson xanımның deyişçe, bu bayonotni Volker Türk'nің o'zi emas, balki ishxonasining chiqarishi hamda yana insoniyatga qarshi jinoyat terminining tilga ilinmasligini Xitoyning ta'siridan bo'lgan deb qarashga bo'ladi ekan. O mundaq deydi: I think it's because they don't want to confront the Chinese government directly over this. And let's remember that that statement came from his office, not directly from him. Now, obviously, it still Bu has... aniqla ularning Xitoy bilan yuzishishni xohlamaganligini ko'rsatib berdi. Diqqat qilsangiz, bu bayonot Volker Türk tarafidan berilmay, uning ishxonasi tarafidan e'lon qilingan. Albatta, bayonot ishxona tarafidan berilsa-mu, o'xshash qonuniy kuchga ega. Ammo uni Volker Türk bergan bo'lsa, u holda u texnik kuchli bo'ladi. Texnik cho'ng aksada paydo qiladi. Ko'rinib turgandek Volker Türk undaq qilishni xohlamagan. U qandaqdo bu ishni Xitoy bilan so'zlash orqali hal qila olayman deb o'ylayotgan bo'lsa kerak.
Bu xata. U Xitoy hukumat paydo qilgan va hozirgacha davom qilayotgan bu kishilik huquq qabohatini bir taraf qilishga aralashadigan fursatni orqama-orqadan ketkizib qo'yayotdi. Again and again, he seems determined to give up opportunities to intervene a human rights nightmare. Darvaqa BDT kishilik huquq ali komissarligi Uyg'urlar haqidagi doklatining 2 yillik munosabat bilan e'lon qilgan bu izohat xarakterlik bayonotida rayondagi masalani o'zlari 2 yil avval degandek insoniyatga qarshi jinoyat nuqtasidan turib emas, balki terrorlikqa qarshi turish siyosati nuqtasidan turib tahlil qilgan. Ular bayonotida bu yil 6-oyda BDTning bir kishilik huquq gruppasi Xitoyni ziyorat qilib, Xitoy hukumati bilan terrorlikqa qarshi turish siyosati va jinoiy ishlar adliya sistemasi qatorliq masalalar ustida nuqtaliq suhbat o'tkazib, terrorlikqa qarshi turish qonuniy va siyosatlarini kishilik huquqni chiqish qilib turib yurgizishni ta'kidladi deb bayon qilgan. Dr. Adrian Zans X-dagi inkasda buni tanqidlagan. O sözüdə Volker Türk Xitayning terrorga qarshi turish qonuni bilan yaqindan aloqada bo'lish orqali Beijingning qonun ramkasini o'zgartirishni umid qilib, diplomatiya olib beryotdi. Halbuki, bu yerdagi negizlik masala terrorga qarshi turish masalasi emas, balki u Xitoyning bir millatning barliq alayidliklarini va uning ifodalanishini umumyuzlik tarmar qilish strategiyasidir. Bu bir millatga qilingan umumiy hujumdan iborat deb ko'rsatgan. 47 a'zo davlatni tarkib topgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining yig'ini 9-sentabrdan 10-oktyabrgacha davom qiladigan bo'lib, bu jarayonda har qaysi davlat va rayonlarning kishilik huquq vaziyatini baholash, mustaqil kishilik huquq organlari bilan muzokara qilish, Falastin masalasi ustida muzokara, yondosh faoliyatlar, kishilik huquq kengashi maslahatchilik hay'atini saylab chiqishga o'xshash bir qator kun tartiblarining ijro qilinganligi ma'lum. Hürmetli radio anlıcılar, bu programını irade tayarladı. Vatan içi ve sirtidagi bir qism Uyg'ur yazuvchi va shoirlarining asarlar to'plami Qum ostidagi izlar degan nom bilan german tilida nashr qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniyaning Ostasen Verlag nashriyoti tomonidan nashr qilingan 420 betlik bu kitob faqatli Uyg'ur adabiyoti to'g'risida emas, balki yana Uyg'ur adabiyotining qanday sharoitda o'tirg'i chiqqanligi, shuningdek adabiyot bilan reallik o'tirisidagi munosabatlarni tadqiq qilishni chiqish qilgan bir tadqiqot turi ekan. Tövəndə bunun tafsilotini ixtiyoriy muxbirimiz Erkin Tarimdan anglaysizlar. Xitay hükümeti Uyghur tilidagi ma'rifni cheklab, milliy adabiyotning taraqqiyotini to'sayotgan bo'libmi, sabiy bolalarni ota-onasidan ayirib, ona tilini unutildirishga tirishayotgan bugungi kunda Uyg'ur adabiyotiga, jumladan Uyg'ur tarixi va madaniyatiga doir kitoblar dunyoning har qaysi joylarida arqa-arqadan nashr qilinmoqda. Ana shu qatorda vatan ichi va sirtidagi Uyg'ur yozuvchi va shoirlarning asarlarini o'z ichiga olgan Qum ostidagi izlar nomli kitob tunji qatim german tilida nashr qilindi. Friedrich Thyssen fondining yordami bilan nashrga tayyorlangan mazkur asar Germaniyadagi Ostersen Verlag nashriyotida nashr qilingan bo'lib, uni Justus Liebergieben Universitetining o'qituvchisi Dr. Michael Haas nashrga tayyorlagan. 420 betlik bu kitobda hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotiga vakillik qildigan vatan ichi va sirtidagi bir qism shoirlar hamda yozuvchilarning tarjimali, shuningdek ularning asarlari tonuşturulgan. Doktor Michael Haas efendi ziyaretimizni qabul qilib, hozirgi zaman Uyg'ur adabiyoti to'g'risidagi bu tadqiqot turining boshlanishi to'g'risida ma'lumot berdi. U mundaq dedi: Bizning Gießen Universitetida 2022 yıldan tartıp dülleniş devrideki Uygur edebiyatı toğırak Uygur prozikal toğrısında lahiye kitibat edil. Biz bu lahiyenin içinde iki kitapını yazış gerek. Birincisi hem Uygur edebiyatı toğrısında hem de Uygur edebiyatının toğırak metinlerini belirleyen kitap buluş gerek. O yakında neşir kılıngan Qum astidagi izlar namlı kitapның məzmunu toğrusunda məlumat verip mundaq dedi. Bu kitapta Uygur edebiyatı toğrusunda kıskaca məzmun verilgen, Uygurların hazırki vəziyyəti toğrusunda məlumat verilgen. Bunun sebebi bizning lahiyemiz faqatla Uygur edebiyatı ve edebiyat kimi qarımaydı. Şu vaxtda bu edebiyatın qaysı şəraitdə yazılgan, edebiyat
bilen reallik arasındaki münasebetlerini tekşürüşünü halaydigan bir lahidir. Misal üçün bu kitapta Abdülveli Ayub'nun metni var, Memtimin Hoşnun metni var, Aziz İsa Elkün'ün metni var. Bütün bu metinlerin hazırki Xitayda boluvatırgan Uygurga karşı zulümni mavzu kılgan metinlerdir ve biz bu şiraitini de beğenmiz. Doktor Michael Hasapandi kitapqa nima uchun qum ostidagi izlar deb mavzu qo'yilganligi haqidagi savolimizga javob berib mundaq dedi. Kitapның adı men kumlar astida izlar degan bir isim koydum. Bunun sebebi bu kitapta hem iz şiiri ve romanı hem de kum altında kalkan şehir romanı doğrusunda. Menimce iz sözü hem kum Uygur edebiyatında arka görünüş mühim bir ehemmiyetke ega. Bu sebeple bu iki mezmunu birleştirip bunu şundak bir ad koydum. Germaniyadagi Justus Liebig Geben Üniversitetining o'qituvchilari oldingi yillardan tortib davom qildirayotgan bu tadqiqot turiga qatnashgan kishilarning biri doktorant o'quvchi San'at Ablet Gülen xonimdir. U mazkur tadqiqot turining boshqalarga o'xshamaydigan tarafi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Bu kitapni qo'limizga ilib ko'rgan vaqtimizda bizningki boshqa yaqinqi yillardan beri Uyg'ur adabiy asarlari haqida e'lon qilingan, nashr qilingan boshqa kitoblar bilan selishtirib qaragan vaqtida his qiladigan muhim farqlarning birisi buning faqat bir adabiy asardan iborat bo'lmaganligini his qila olamiz. Chunki kitobni chip qaragan vaqtimizda bu faqat bir normal adabiy asarlar emas. Odatda bilimiz mushu yaqinqi yillardan beri o'xshamagan davlatlarda Uyg'ur adabiyoti bilan munosabatlik nashr qilingan asarlarda asosan bizningki vatandagi tonilgan yozuvchilarningki asarlari, ularning asarlariningki tarjimalari va shu asar bilan munosabatlik ba'zi baholashlar degandek ashular asos maqsad qilib asarlarningki tarjimasi berildi, yozuvchilar tunishtirildi. Uningki shu har qaysi davlatlardagi maqsad qilingan tillarga tarjim qilindi. Bu asarga qaraydigan bo'lsak, bu asar u bizningki dangliq yozuvchilarimizni, shoirlarimizni, ularning asarlarini qo'lga ilib qolmasdan faqat buni bir dunyodagi xalqaroliq tadqiqot saviyasiga moslashtirib turib, shu o'lchamlarga asosan yezib chiqqan bir tadqiqot natijasi deb qarashga bo'ldi. San'at Ablet Gülen xonim hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti to'g'risida elib berilgan bu tadqiqotning Germaniyada nashr qilinishining ahamiyati to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Bulupmu birincisi bundaq bir tadqiqot türününki Germaniyada ilib berilishi va nemischa tili bilan chiqishi bu ilmiy tadqiqot sohasiga nisbatan ilib etgan chog'da nihoyat muhim bir yetaklash roliga ega va model xarakterlik bir ish bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yana birisi, bunda bir asarninki xalqaroliq ilmiy tadqiqot o'lcham bo'yicha yezib chiqilishi mu nihoyat muhim. Uning ustiga uchinchisi mazmun jihatda faqat asarni qo'limizga ilib qaragan vaqtimizda bu faqat Xitoyning belgilab bergan dangliq yozuvchilar bilan cheklanib qolmay, asar Uyg'ur adabiyotini vatan ichi teshidagi shu yurgi Uyg'ur uchun so'qiyotgan butun Uyg'ur yozuvchilarining hammasini o'z ichiga olib turib, shularni Uyg'ur adabiyotining ayrilmas bir partisi deb qarab turib, Uyg'ur adabiyotini butunlashtirgan shaklda ham bularningki mavjud shart-sharoitlarini, oq ko'rinishlarini ilmiy asosda sharhlab turib, tilga olganlari va buni ilmiy tadqiqot natijasi shaklda ko'rsatib berganligi nihoyat muhimda. Buningdan keyin Uyg'ur adabiyoti yoki Uyg'urlar bilan munosabatlik boshqa tadqiqot temalari boshlasa, cho'qim bu asarga qaramay qolmaydi. Bu asar bir yetakchilik rolini o'ynaydi. San'at Ablet Gülen xonimning aytishicha, mazkur kitob gullanish davridagi Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur prozichiligi to'g'risida nomli xizmat plani doirasida tayyorlangan bo'lib, mazkur plan doirasida 2025-yili hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti to'g'risida yana bir kitob nashr qilinadi ekan. 1996-yili german tilida, 1956 yillardagi Şinjan Uyg'ur adabiyoti nomida bir kitob nashr qilingan bo'lib, Qum ostidagi izlar nomli kitob 28 yildan keyin Germaniyada Uyg'ur adabiyoti to'g'risida nashr qilingan yana bir buyuk asar hisoblanadi ekan. Bu programmani Turkiyaning poytaxti Anqaradan Erkin Tarim tayyorladi. Xitoyning hukumat zuvoni bo'lgan Xinhua agentligi mutaxassislar Amerikaning jazosining Uyg'ur ishchilarining huquqiga eg'ir daxl taruz qilganligini aytdi. Nomli inglizcha bir tahrirat maqolasi e'lon qilgan. Maqolada Uyg'ur ishchilarining og'zi orqali
Amerikaning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlariga qaratgan cheklamalarga qarshi hujum qilgan. Maqolada Amerikaning cheklamalarini Uyg'urlarning huquqi, bo'libmi yosh Uyg'ur ayollarining huquqiga og'ir ziyon yetkazdi deb ayblagan. Xitoyning bu xil tashviqotlari yengillik bo'lmasa, ammo bu majburiy emgakka qarshi kishilik huquq tashkilotlarining diqqatini qo'zg'amoqda. Ularning qarashicha, buning o'zila barliq haq-huquqlardan mahrum qilingan Uyg'ur ayollarining yolg'iz majburiy emgakka emas, hatto Xitoyning o'zini oqlash tashviqoti uchunmi qo'l qilinayotganligini ko'rsatib beradi ekan. Tuanda diqqatinglar muxbirimiz Gulchehraning tafsiliy ma'lumotida bo'lsin. Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak haqidagi ayblashlarga qarshi qo'llanayotgan hujum taktikasining biri Uyg'urlarni o'ttirg'i chiqarib, shularning og'zidan bu zulmlarni inkor qildirish hamda o'zini oqlash bo'lib kelmoqda. Yaqindan buyon Xitoy hukumati bu taktikasini Amerikaning Uyg'ur majburiy emgigini cheklash tadbirlarini texmi qattiq ijro qilishiga qarshi qo'llanishga boshlaganligi ma'lum. Shu qatorda Xitoy Kommunistik partiyasining eng asosli tashviqot vositasining biri bo'lgan Xinhua agentligining inglizcha tor betida 10-sentabr kuni mutaxassislar Amerika e'lon qilgan jazolarning Uyg'ur ishchilarining huquqiga og'ir daxl ta'riz qilganligini aytdi nomli tahrirat maqolasi e'lon qildi. Maqolada aytilishicha, Xitoy hukumati Uyg'ur yoshlarining ishga o'rinlashishini qo'llash uchun ularni Uyg'ur rayonining ichi va sirtidagi shirkatlarda xizmatga o'rinlashtirgan. Ammo ular ishga o'rinlashgan korxonalar ishlab chiqargan mallarni Amerika majburiy emgak deb belgilaganligidan yaqinqi 2 yilda bu xildagi shirkatlarda ishlayotgan Uyg'ur yoshlari ishsiz qolgan, turmushi qiyinlashgan. Maqolada mushu ahvol ta'kidlanib, Amerika kishilik huquqni qo'g'dashdan yiroq bu bir taraflama jazolar Uyg'urlarning huquqiga bo'libmi yosh Uyg'ur ayollarining huquqiga og'ir ziyon yetkazdi deb ayblangan. Maqolada bu xil ayblashga Yakan Noya Burkut to'qimachilik cheklik shirkatida ishlagan 26 yoshlik Amina Imin-Niyoz ismli bir Uyg'ur ayol va Urumchi Yengshi rayonidagi bir Xitoy restoranida kassirlik qiladigan Farida Abduqayim ismli 23 yoshlik Uyg'ur qizi misol qilib ko'rsatilgan. Maqolada yana bir qism mutaxassislar ziyorat qilingan bo'lib, shular qatorida Jinan Universiteti aloqa va chegara boshqarish institutining mudiri Jang Liyangning so'zlari naql elingan. U bu vaqtda so'z qilib, iqtisod taraqqiy qilgan Guangdong o'lkasidagi bir shirkat Amerikaning jazosidan kelib chiqqan iqtisodiy ziyon sababidan necha yuz Uyg'ur ishchini ishdan bo'shatdi. Bu Uyg'ur ishchilarining ko'pinchisi ayollar. Shirkat hamda ularni taklif qilolmaydi. Deyilganda ular bak bearam bo'ldi. Ularning maoshi nihoyat yuqori edi. Ular bu yerda turishni xohlaydi degan. Xinhua agentligi o'zining qarshi hujumlarini pokitlik qilib ko'rsatish uchun yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining favqulodda dokladchisi Alina Doxanning so'zlarini dastak qilgan. Uningda aytilishicha, Alina Doxan bir taraflama majburlash tadbirlarining kishilik huquqdan bahramand bo'lishga elib kelgan passiv ta'siriga qarata mayda 12 kunlik Xitoy ziyoratidan keyin mundaq degan. Ziyoratimda men foydasiz ta'sirlar to'g'risida nurg'un dokladlarni topshirib oldim. Bir taraflama jazo va ularning ijtimoiy iqtisodiy ta'siri kishilarning turmushiga ta'sir ko'rsatadi. Bundan ilgari Amerika hukumati Uyg'ur majburiy emgigiga chetilgan shirkatlarni davomli aniqlab jazolaydiganligini jakarlagan edi. 8 avgust kuni Amerika Ana vatan xavfsizligi ministerligi qaror chiqarib, Uyg'urlarning majburiy emgigiga chetishlik ekanligi aniqlangan 5 Xitoy shirkatini qora tizimlikka elib, ularning mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishini cheklagan. Ana vatan xavfsizlik ministerligining ministeri Alejandro Mayorkas bayonotdagi so'zida mundaq degan. Bugungi qarorimiz Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonunini ijro qilishimizni kuchaytirdi. Shundaqla mas'uliyatchanlik bilan tijorat qilayotgan shirkatlarning tirishchanligini qo'llaganlik bo'lib hisoblanadi. Biz Uyg'ur xalqi va ziyonkashlikka uchragan boshqa guruhlarning ekspluatatsiya qilinishi va xo'rilishiga qarshi turish, shundaqla erkin va adil bozorni qo'g'dash uchun bu qonunni butun kuchimiz bilan ijro qilamiz. 2021 6 oyda ijro qilinishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonuni izchil turda Xitoyning paxta, kiyim-kechak, dehqonchilik, avtomobil,
yemeklik sohalardagi şirketlari ishlab chiqargan mahsulotlarni qattiq tekshirib, Uyg'ur majburiy emgiga chetilganlarni Amerika bozoriga kirishdan cheklab kelmoqda. Məcburi əmgəkə qarşı turuş xizmət qrupsi məcburi əmgəkə bağlanışlıq şirkətlərini təkşürüşkə məsul olub, ular Uyğur elidəki davam qılıbatqan qırğınçılıqның javabkarlığını sürüştü qilish, shuningdek Uyğur və başqa millatlarga qartılğan insoniyatga qarşı cinayətlərini çəkləşni xizmət nişanı qılğan. Ular təkşürüb bekitgan bu 5 şirkətni qo'shganda cheklangan şirkətlərning umumiy soni 73 ga yetgan. Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi Elfidar İltabir Hanım bugün radyomuzga qilgan so'zida Xitoyning bu xil qaytirma hujum xarakterlik tashviqotlarda Uyg'urlarni vosita qilib o'zini oqlashimi, yana bir yoqdan Uyg'urlarning Xitoy tashviqoti uchun qul qilinayotganligini ko'rsatib berdi ekan. Bu maqoladan shuni ko'rgili bo'ldiki, Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunining ijro qilinish jarayonida nurg'unlagan Xitoy shirkatlari iqtisodiy jihatdan ziyonga uchrayotdi. Xitoy hukumati qachon ziyon tatsa, haqiqatni burmalab, to'xtamay shuningga o'xshash yolg'on tashviqotni qiladi va Uyg'urlarni so'ziltib, xalqaroning ko'zini bo'yashga tirishadi. Burunmi Uyg'ur kishilik huquqi siyosati qonuni o'tgandimi, shuningga o'xshash yolg'on tashviqotlarni qilganti. Hatto Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandim Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini, jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandimi? Chidayamagan Xitoy hukumati Uyg'ur qarindoshlarimizni shuningga o'xshash videolarda so'zlitib, Uyg'urlarning nayt yaxshi bayashat yashayotganligini tashviq qilgan edi. Bu yil 4-oyda Yevropa Birligi majburiy emgakka chetishlik mallarni cheklaydigan bir qonun o'tkazdi. Yaqinda yana Amerika Davlat bexatarlik ministerligi 3 Xitoy shirkatini jazolash tizimligiga qo'shdi. Shuningga o'xshash boshqa davlatlarda majburiy emgakni cheklaydigan qonunlar o'ttirg'a qo'yilyotdi. Shu sababdan Xitoy hukumati nihoyatda cho'chidi va qanday qilarni bilmay qoldi deb o'ylayman. Shunga shuningga o'xshash Uyg'urlarni ishsiz qolgandek ko'rsatadigan, xuddi bu majburiy emgaklarning Uyg'urlar uchun ziyonli ekanligini ifodalaydigan har xil videolarni, maqolalarni e'lon qilib, xalqarani aldashga tirishyotdi. Xitoy hukumatining xalqimizga yurgizayotgan majburiy emgakni va irqiy qirg'inchilikni yushirish, o'zini oqlash uchun Uyg'urlarni, bo'libmi Uyg'ur ayollarini so'zlitib propaganda qilishi kishini ichindirdi. Demak, bichara xalqimiz Xitoy hukumatining tashviqoti uchunmi quldek ishlatilmoqda. Xitoy hukumatining yaqinqi 2 yilda oqa-oqidan Amerikani ayblab e'lon qilayotgan bayonotlardimi Amerikaning Uyg'ur majburiy emgigini cheklash haqidagi qonun va ijroatlarining Xitoy iqtisodiga zo'r zarba berayotganligini oshkorlamoqda. Xitoy doiralari hatto Amerikaning cheklamasi sababli yuz berayotgan ziyonlarni tizginlash uchun 2-sentabr Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining Amerikaning Xinjiang haqidagi jazo tadbirlariga qat'iy qarshi turish va jazoga uchragan shirkat korxonalarning taraqqiyotini qo'llash haqidagi qarorini e'lon qilgan edi. Amerikaning Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonuni qatorliq cheklamalarni yo'lga qo'yishi bilan Uyg'ur majburiy emgigiga chetishlik mahsulotlarning Amerika bozoriga kira olmasligi yoki musodara qilinishiga qarshi chiqarilgan bu qarorda mundaq deyilgan. Bu qonunlar korxonalarning iqtisodiga, tijorat huquqiga, taraqqiyot manfaatiga hamda Xinjiang xalqining yashash huquqiga eg'ir ziyon keltirib, qalbni yara qildi. Bu vajdan Xinjiang xalqi Xitoy korxonalarining jazolanishiga sabab bo'lgan Uyg'urlarga aloqador qonunlarning abdi bashirsini ichib tashlab, Amerikaning Xinjiang orqali Xitoyning taraqqiyotini to'sishdek razil qilmishini pash qilish, shundaqli Xinjiangdagi jazoga uchragan korxonalarning tijorat huquqini va har millat xalqining xizmat qilish huquqini qo'g'dash uchun bu qaror ilindi. Xinhua agentligida mazkur tahrirat maqolasi e'lon qilingan 10-sentabrning o'zida xalqarodagi nufuzli kishilik huquq tashkiloti bo'lgan Kishilik huquq fondi Xitoydagi Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarining ko'lami Xitoy mollarining Uyg'ur majburiy emgigi bilan bo'lgan bog'lanishini isbotlaydigan qisqa film tarqatdi. The Uyghur region provides over 20% of China's total energy reserves, produces polysilicon, which is a key material for solar panels. Ishonchlik statistik uchurlari kirgizilgan bu qisqa filmda dunyodagi nurg'unlagan davlat halqagan shirkatlarning Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandichiligiga ko'z yumib, foydani axloq mas'uliyatdan ustun ko'rayotganligi ayblangan. In many ways, the international community understands very
well what's happening in the Uyghur region. Biz Xitoyning Uyg'ur majburiy emgigini inkor qilish tashviqotlariga Kishilik huquq fondining qandaq inkas qaytardiganligini bilish uchun ular bilan aloqalashdik. Ular bizning Xitoy hukumatı hozir Amerika e'lon qilgan Uyg'ur majburiy emgigiga qarshi turish mazmunidagi jazolarga qarta Uyg'urlarni ishga o'rinlashtirish va nomratlikdan qutuldirish kartasini o'ynayotdi. Ular mushu orqali o'z jinoyatlarini yoshira olamdi degan savollarimizga yozma shaklda javob qaytardi. Ularning javob xatida mundaq deyilgan: Kishilik huquq fondi Uyg'urlarning majburiy emgak kuchining yer shari ta'minlash zanjirini qandoq bulg'aydiganligini oshkorlash uchun kirishidi. Shundaqla Xitoyni davlat qo'llagan majburiy emgak plani va Uyg'ur aholilariga qartilgan irqiy qirg'inchilik sababidan javobgarlikka tortadi. Kunsiri kuchayotgan yer shari xarakterlik tanqidlarga qarta Xitoy Amerikaning jazosini ayblaydigan qarorlarni chiqardi va Uyg'ur ishchilarining baxtli turmush kechirayotganligi haqidagi tashviqotini kuchaytirdi. Ammo dalillangan nurg'un mustaqil dokladlar Uyg'urlarni keng ko'lamda tutib turish va atalmish nomratlikdan qutuldirish programmasining majburlash xarakterlik ekanligini, baxtiyor turmushning isboti bo'lgan videolarni Xitoy Kompartiyasi astoydillik bilan ishlab chiqqanligini isbotladi. Darvaqa Xitoy hukumatı Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi shundaqla Uyg'ur majburiy emgigi to'g'risidagi tanqidlarni Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining o'yini deyish orqali o'zini Uyg'urlar ustidagi insoniyatga qarshi jinoyatlarning mas'uliyatidan qochirishga urinib kelmoqda. Lekin ma'lum bo'lgandek Amerika hukumatı Uyg'ur majburiy emgigi mahsulotlariga qarshi cheklamalarni kuchaytirish bilan teng kishilik huquq tashkilotlari hamda xalqaro tadqiqot o'rinlarimi Xitoydagi Uyg'ur majburiy emgigiga oid dokladlarni davomli e'lon qilmoqda. Shuningdek, Xitoyning qandoq vositalar bilan o'zini oqlashga urinishidan qat'iy nazar, navbatda Uyg'ur majburiy emgigi, ya'ni Uyg'urlar uchrayotgan zamonaviy qulluq masalasi xalqarada Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlari va irqiy qirg'inchiligidagi muhim bir mazmun sifatida tilga ilinib kelmoqda. 10 sentabr kuni Turkiyaning İstanbul shahrida buningdan 6 yil avval Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilinib 20 yillik kesilgan doktor Gulshan Abbas haqidagi Adam qayerda nomli hujjatli film ko'rurmanlar bilan o'zgarishgan. Ma'lum bo'lishicha, bu hujjatli film Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbasning qamoqdagi hadisi doktor Gulshan Abbasni izlash sarguzashtisi orqali Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yo'ritib berilgan. Tövəndə bunun təfsilatını ixtiyari muxbirimiz Arslandan anlaysılar. Last time I spoke to her was summer. 2018 yılı Ürümçidə Xitay dairələri tərəfindən tutqun qılınıb, türməyə təşlanğan Uyğur ziyalisi Doktor Gülşen Abbasның qamalğanlığının 6 yıllık münasibəti bilən Adam Qayerdə namlıq hüccətlik film 10 sentabr günü İstanbulda görürmenler bilen yüz görüştü. Just to protect her because she's my only sister in Urumqi if she has any kind of communication with me. Hüccetlik filmde Gülşen Abbas'ның Xitay dairələri tərəfindən adaletsizlik bilen tutqun qılınışı ve türməyə qamılışı, şunaqla onun sınlısı Mərkəzi Amerikadakı Uyğur Hareketi Təşkilatının reisi Roshan Abbas xanımның kurashları, Xitay hökumətinin insaniyyətə qarşı sadır qılğan jinoyatlari, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Uyg'urlarning majburiy emgakka salinishi, Uyg'urlarning duch kelayotgan fojialari bayon qilingan. Turk o'joqlari Istanbul sho'basi, Dunyo Uyg'ur qurultoy vaqfisi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Uyg'ur akademiyasining birlikda uyushtirishi bilan elib berilgan hujjatlik film ko'rsatish faoliyatiga ayol bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Hüccetlik film başlanıştan ilgiri Türk Ocakları İstanbul Şöbesi reisi Doktor Cezmi Bayram Efendi içli sözü kıldı. O sözüde Xitay tarafından irqiy qirg'inchilikqa uchragan Uyg'ur qatorliq musulmon xalqiga o'zlarining yordam qilolmaganligidan afsuslanganligini ifodaladi va Turk Ocakları buluşup bilan burundan tortib hozirgacha Sharqiy Turkiston masalasini kun tartibda tutishga tirishib kelayotganligini ham bundan keyinmi bu masala haqida texmi ko'p xizmat qildiganligini ta'kidladi. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Uyg'ur harakati tashkilotining Turkiya vakili Muhammad Ali Hafizning bildirishicha, hujjatlik filmda Xitoyning insoniyatga qarshi sodir qilgan jinoyati va irqiy qirg'inchilikqa yo'ritib berilgan.
Bu Edem Nerede degan bu filmde Uyg'ur erkekninki Ruşen Abbas'ның ağaçını izleş ve ağaçının davasını qilish jarayoni aks ettirilgan bo'lsa-mu, ama filmde Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ve Uyg'ur mecburi emgiki, bundan başka Uyg'ur da'vogarlarininki siyosiy aktiv faoliyatchilarning chet elga chegara olgan bostirishlari Xitoyninki ve bundan başka chet eldagi oilasi bilan ko'rishamayotganlar, aloqa quramayotganlar, chet elda turib oilasining haqsiz yerga o'zlari sababli qilib ketishi qatorliq bugungi kunda bütün Uyg'urlarning beshiga kelayotgan trajediyaning hammasini o'z ichiga oladi desakmi bo'ladi. Hujjatlik filmda yana mutaxassislar va tadqiqotchilarning analizlari, Sharqiy Turkiston tarixi, Sharqiy Turkiston mustaqil jumhuriyatlarining qurilishi, kommunist Xitoyning ishg'oliyati, Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qatorliq masalalar dalil isbotlar bilan yo'ritib berilgan. Muhammad Ali Efendi bu hujjatlik filmning Istanbulda xalqqa ochiq holda qo'yilishining maqsadi to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Bu filmni qo'yilishidagi maqsad hali hamma vatanimizda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga diqqat tortish va buni Turk hukumatiga nazariga selish va bu orqali Xitoy hukumatiningki Doktor Gulshan Abbasni qo'yib berilishini xalqaro kun tartibga ekilish maqsad qilgan. Bu maqsadlarimizning bir qismiga yetgan bo'ldik. Kelganlar asosan nihoyat ko'p ta'sirlandi. Uyg'urlarning qandoq bir ahvolda yashayotganligini, nimalarni tortayotganligini, ko'rgan, bilganligini aytdi. Bu filmni qo'yib ko'p ta'sirlanib ketganlar ko'p bo'ldi. Türk Ocakları İstanbul Şube Reisi Doktor Cezmi Bayram Efendi bu hafta toxtulup mundak dedi. Dünyanın birçok ülkesinde ablamı arıyorum diyerek Doğu Türkistanların derdini, sıkıntısını ortaya koymuştu. Bu hujjatlik film muhalif kuchlarning ko'z qarashlariga o'rin berish orqali hem tarafsiz hem ilmiy paketlar bilan tayyorlangan bo'lib, Ruşen Abbas xonim dunyoning o'xshamgan joylaridagi davlatlarda hadam qayerda deb yurib, Sharqiy Turkistonliklarning chekayotgan dard alamlarini va masalalarini o'tirg'a qo'yib keldi. Ruşen xonimning bu mujodilasi taqdirlashga arziydi. Meningcha bo'lganda bu hujjatlik filmni Turkiyaning o'xshamgan joylarida va boshqa ko'plagan davlatlarda qo'yib davomli kun tartibda tutish kerak. Buning bilan Sharqiy Turkiston masalasi to'g'risida xalq ommasida bir jiddiy ko'ngil bo'lish shakllangusi. Film oxirlashgandan keyin Türk shoir Göksel Cengiz Efendi sahnaga chiqib, Sharqiy Turkiston kuyotidi temisidagi she'rni jaranglik deklamasiya qilib, Sharqiy Turkistondagi zulm va qayg'u alamlarni hayajonli holda tasvirladi va ko'rurmanlarni munglandirdi. Dünya duyarsızdır Çin'in zulmüne. Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan. 70 yıldır esaretin filmine yanıp kavruluyor Doğu Türkistan. Bu programını İstanbul'dan Arslan Taş tayyorladi. Xitoyda 1989 yılı bekitilgan o'qituvchilar bayramining 40 yilligi 10 sentabr Xitoyning har qaysi joylarida tabriklandi. Bo'libmi Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat bayonot e'lon qilib, sentabr o'qituvchilar bayramini tabriklagan. Taratqularda Uyg'ur Avtonom rayonlik partikom sekretari Mashin Royning bir qism oliy maktablarga berib, o'qituvchilardan hol so'rag'anlik xabar qilinmoqda. Albuki chet ellarda yashayotgan Uyg'urlardan ilgari Uyg'ur elidagi oliy maktab, o'rta boshlang'ich maktablarda o'qituvchilik qilgan o'qituvchilarning bildirishicha, Uyg'ur tili ma'rifi 1917 yili 9-oydan boshlab butunlay amaldan qoldirilgan. Tajribalik o'qituvchilar ma'rif sepidan shallanish, hatto turmalarga mahkum qilinishdek ichinishli qismatga qolgan. Ularning ta'kidlashicha, vayron qilingan Uyg'ur ma'rifi va tutqundagi Uyg'ur o'qituvchilarining navbatdagi vaziyati dunyoning jiddiy diqqat qilishini taqozo qilmoqda ekan. Tövəndə diqqətinizlə muxbirimiz Mehribonning bu vaqtdagi ma'lumotida bo'lsin.
Bu yıl 10 sentabr günü Xitayning har qaysi o'lka shaharlarida 1984 yildan buyon tabriklanib kelayotgan o'qituvchilar bayramining 40 yilligi dag'dug'liq tabriklangan. Xitoy xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, 9 sentabr kuni Uyg'ur avtonom rayonlik Partikom va hukumat nomida maxsus bayonot e'lon qilinib, 10 sentabr o'qituvchilar bayrami tabriklangan. Uyg'ur avtonom rayonining har qaysi joylarida Xinjiang yordam nomida kelgan Xitoy o'qituvchilarini asos qilgan holda atalmış munavvar o'qituvchilarni mukofotlash yig'inlari ochilgan. 10 sentabr kuni yana Uyg'ur avtonom rayonlik Partikomning sekretari Ma Xingruyning boshchiligidagi bir qism hukumat amaldorlaridan tashkillangan o'mak Xinjiang Yezigilik Texnika universiteti va Sanji institutiga berib, o'qituvchilardan ol so'ragan. Ma Xingruy o'qituvchilar bayramini tabriklash munosabati bilan qilgan so'zida Ma'rifning Xinjiangning muqimligi va taraqqiyotidagi muhim rolini alayda ta'kidlab o'tgan. Shuning bilan bir vaqt yana o'qituvchilar qo'shinining Xinjiang ma'rifini yuqori sifat bilan taraqqiy qildirishda o'ynaydigan roli, shundaqla o'qituvchi boyligini tarbiyalash va taqsimlashdagi tangpungliqni yaxshi saqlashni talab qilgan. Halbuki 2000-yillardan keyin qo'sh tillik o'qitish nomida Xitoycha ma'rif bargancha kuchaytirilgandan buyon Uyg'ur elida 2017-yili 8-oydan boshlab taq tillik ya'ni Xitoy tillik ma'rif umumyuzlik yo'lga qo'yilishga boshlagan. Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nazorati umumiy uqtirish chiqarib, yaslidan tortib boshlang'ich o'tir maktablargacha bo'lgan majburiy ma'rif, shundaqla oliy ma'rif butunlay Xitoycha o'tildigan bo'lgan. Shuningdan buyon Uyg'ur tili ma'rifi butunlay amaldan qoldirilgan. Bu jarayonda Uyg'ur o'qituvchilarni kutib turgan qismat mashinri tilga olgan o'qituvchilarning kasbiy izzat hurmati va qonunliq huquq va manfaatini qo'g'dash bo'lmasdan, balki tajribalik peshqadam Uyg'ur o'qituvchilarni turkumlab ma'rif sepidan shallab chiqarish, hatto turma lagerlarga qamashdek echinishlik qismat bo'lgan. Navbatda chet ellarda yashayotgan bir qism Uyg'ur o'qituvchilarning radiomizga bildirishicha, ular uchun 10 sentabr o'qituvchilar bayrami tutqundagi Uyg'ur o'qituvchilarni, ya'ni ilgirki xizmatdoshlarini seg'inish ichida aslaydigan musibatlik bir kunga aylangan. Növətdə Gollandiyada yaşayotgan lager şahidlərdən Qalbinur Sıdıq xanım ilgiri Ürümçidə məlum başlanğıç məktəbdə uzun yıl o'qituvchilik qilgan ekan. Uning bildirishicha, har yili Xitoyda tabriklanadigan 10 sentabr o'qituvchilar bayrami kunida u 2017-yildan keyin tutqun qilingan va ziyonkashlikka uchirgan xizmatdoshlarini, shundaqla hozirgacha turma azobi chekayotgan barliq Uyg'ur o'qituvchilarni hasrat bilan eslaydi ekan. Her yıl o'qituvchilar bayram kuni men uchun nihoyatda bir dahshatlik sig'inish ichida elib berilgan bir intayin ko'nglim yerim bo'lgan bir kun. Bizning maktabimizda nurg'un Uyg'ur o'qituvchilar mabati, Uyg'ur o'qituvchilarimiz borgan sari ozlab, Xitoy o'qituvchilar ko'plab ishqirlardan kelishga boshladi. Men shu xizmatdoshlarimni, sabdoshlarimni intayin ko'nglim yerim bo'lgan bearamchilik va abs ichida shularni aslab sig'inib o'tiribman. Demak, men bu kunni nihoyatda bearamchilik ichida, ko'nglim yerim bo'lgan ichida aslayman. Shu o'quvchilarimni bir kun unutganim yo'q. Xizmatdoshlarimdan, sabdoshlarimdan suratlari qarayman. Hattoki mush fojialik yillarda 2018-yillarda Xotanga tushirilgan shu bir tantarbiya o'qituvchimninki ashada bir narsada umoq qizimizning Xitoyninki tayoqini qutuldirish uchun shu o'qituvchimizning o'zining tugab ketganligini, yana soqchixonada soqchilarni urib o'tirib o'tganligini uni anlatib ko'nglim yerim bo'lgan shu o'qituvchini eslayman. Yana tantarbiya o'qituvchimizning darvozasi shu tug'oqtida tuyuqsiz beshi qora xalta kiyilib izdirasi yo'qolgan shu o'qituvchimning xizmatdashimni eslayman. Bu kungi eslamalarim intayin ko'p, ammo ko'nglim bakmi yerim, bakmi parishon. Her yıl 9-10 gün etigendilam bir gün ayeti. Ko'nglim yerim bo'ldi. Maktablarda 2017-yildan boshlab ona til darsligi va matematika, boshqa davriy fan darslarininki qo'sh tilda chiqishimi cheklangan, ona til darsi butunlay yo'q etilgan. Demak, Uyg'ur ma'rifi yo'qolish yuzlangan. Bu bir Uyg'ur millati uchun nihoyat zo'r tahdid. Demak, biz burnini anglaydiq, mush Xitoy tadqiqotchi mutaxassislar doim deydigan, bir millatni yo'qolish uchun oldindan uning ona tiliga chiqish kerak, tilni yo'qolish kerak deb. Demak, Xitoy mush maqsadni amalga oshirish uchun mana bizningki Uyg'ur ma'rifimizni yo'qotishga boshladi, ham yo'qotyapti. Amerikada yashayotgan Mihray Mamtuli xonim chet elga chiqishdan ilgari Xinjiang universitetining Filologiya instituti bilan axborot va taratquv ilmiy institutida bir mezgil o'qituvchilik qilgan. U keyingi mezgillarda paydin-pay vayron qilingan Uyg'ur ma'rifida bo'libmi 2017-yildan buyongi cho'ng tutqunda
oliy maktablardagi Uyg'ur o'qituvchilarning asoslıq zarba berish va yo'qotish obyekti qilinganligini bildirdi. Xitoy tavasida qattiq dog'dug'i bilan tabriklanib o'tibdi, lekin bizning elimiz Sharqiy Turkiston, ular deydigan Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi har qaysi oliy maktablarda, o'rta boshlang'ich maktablarda xizmat qilayotgan o'qituvchilar qattiq zarba uchirdi. Chunki 2017dan boshlangan, ya'ni uning oldiga kelsak 1998 yildan boshlangan Xitoy o'rtaq tilini butun mamlakatga umumlashtirish tufaylidan bizning xalqimizga monayda ig'ir baloy-ofatlar keldi ma'rif sohasida. U Şinjan Universitetidagi ustozi professor Abdukerim Rahmanning 80 yoshga kirganda lagerga qamalganligi va qo'yib berilgandan keyin salomatlik asli kelolmay vafot bo'lganligi. Filologiya institutining mudiri, tilshunos Arslan Abdulla, Uyg'ur klassik adabiyot kasbining professori G'ayratjon Usmon qatorliq ko'plagan o'qituvchilarning dastlab lagerlarga qamalganligi, keyincha uzun yillik qamoq jazolarga hukm qilinganligi, Uyg'ur folklori va mazar madaniyati tadqiqotchisi Rayla Davudning yo'qlan bahanlar bilan umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligini echinish ichida tilga ilib o'tdi. Hozir ma'rif sohasida elib berilayotgan zo'r kurashlar eng oldi bilan biz o'qituvchilarimizning beshiga keldi. Masalan, bizning Şinjan universitetida boshlangan shu Rayla Davud, Arslan Abdulla, G'ayratjon Usmon, undan boshqa professor, doktor yetakchisi, magistr yetakchisi, yaşangan tecrübeli o'qituvchilar ma'rif sifatida supib chiqarib etildi. Bizning ustozimiz Abdukerim Rahmanmo 80 yoshga qadar shunda qattiq bedellarni to'lab ma'rif sifatida to'xtamay izlangan bir o'qituvchi, lekin shu yoshi cho'ng'iga qaramay Xitoy hukumati Abdukerim apandimni turmlarga soldi, shu turmadan chiqiblar, lekin shu yerda vafot bo'lgan bo'lishi mumkin. Rayla Davudning chet ellardagi o'quvchilari va do'stlari turli usullar bilan uningga va boshqa tutqundagi Uyg'ur ziyolilarga erkinlik talab qilib kelmoqda. Bu yil 10 sentabr kuni Rayla Davudning bir qism o'quvchilari chet ellardagi ijtimoiy aloqa munbarlarida Rayla Davudni seg'inish ichida aslaydiganligini bildirishgan. Professor Rayla Davudning Amerikadagi qizi Aqida Polatmo ziyoratimizni qabul qilib, opsini cho'nqur seg'inish ichida aslaydiganligini bildirdi. Bugün o'qituvchilar bayrami, bu bayram bana nurg'un aslimlarni ekeldi. Burun apam bilan vatanning vaqtida o'qituvchilar bayram bo'lgan vaqtida apamning o'quvchilari dunyoning har qaysi joylaridan telefon urib apamni tabriklaydi. Bular bu kunda apamni eslaydi ham, apam bak yaxshi o'qituvchi bo'lgan. O sözüdə hər yıldakı 10 sentabr o'qituvchilar bayramida apsi Rayla Davudning o'z o'quvchilari bilan o'qituvchilar bayramini birga o'tkazdiganligini tilga ilib o'tdi. Apamning o'quvchilari apamni mening o'qituvchim emas, mening apamdek deb tasvir qiladi. Shu burungi aslimilar apamning o'quvchilari tilfolgan aslimlar kallam keldi. Hamda ko'nglim yerim bo'ldi, chunki mushtaq bir kunda apam o'quvchilarining tabriklarini qabul qilib, huzurni tabriklab qilgan bir kundi. Apam yenimda bo'lgan bo'lsa, men bayramni tabriklab qilib beralay. Biroq ko'nglim yerim bo'lmush kun tabriklash emas, shu turmada yana bir kunni o'tkazganini o'ylasam ko'nglim yerim bo'ldi. Amerikaning Virginia shtati Fairfax shahridagi Mehribon ana Uyg'ur tili maktabining o'qituvchisi va ilmiy mudiri Roshan Hamidmo bu vaqtda ziyoratimizni qabul qildi. 2016-yildagi bu atalmış davlat tili ma'rifi nomidagi Xitoycha ma'rif majburiy yo'l qo'yilgandan boshlab zodi qanchalik Uyg'ur o'qituvchilarimiz ma'rif sifatida majburiy shallab chiqarib etildi. Bo'lib 2017-yildan boshlab avjiga chiqqan bu zo'r tutqun lagerlar qamash to'lqinda Uyg'ur o'qituvchilar nuqtaliq tutqun obyektiga aylangan bo'lib, qanchilgan munavvar o'qituvchilarimiz izdiraksiz g'oyib bo'lib ketdi, turma lagerlar qamalib ketdi. Bular hammamizning ko'nglimizga ayon. U ma'rifga ahamiyat berishini ta'kidlayotgan Xitoy hukumatining garchi har yilda degidek atalmış 10 sentabr o'qituvchilar bayramini dag'dug'i bilan tabriklayotgan, o'qituvchilarni hurmat qilishni ta'kidlayotgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur milliy ma'rifini yo'qotish, uning o'rniga davlat tili ma'rifi nomidagi Xitoy ma'rifini umumlashtirishga urinib kelganligini, Uyg'ur o'qituvchilarning eng ig'ir zarba nishoni bo'lganligini bildirdi. Bu turda o'qituvchilarni yo'qotib etish yoki Uyg'ur
balalarını mecburi Xitay terbiyesiga topshirishdagi axirgi maqsad yanıla Uyg'urlarni til, ma'rif va madaniyat jihatda xitoylashtirish, planliq assimilyatsiya qilib tugutish siyosatini amalga oshirishdan iborat. Рошан ханым сөзіде, Қытай үкіметі ұйғыр марыпыны бүтінлей yo'qotish va Uyg'ur o'qituvchilarga zarba berishni nishon qilayotgan bu ig'ir vaziyatda G'arb demokratik davlatlari hukumatlarining bu masalaga jiddiy ko'ngil bo'lishi va munosib tadbir qo'llanish kerakligini ta'kidladi. Hammamizga ayon hozir xalqaro jamiyat, xalqaro hukumatlar, parlament a'zolari bu lager masalalarga, irqiy qirg'inchilik masalalariga diqqatini beryotdi. Muhimi shu bolalarimizning ona tilida so'zlashish, o'z ona til ma'rifida tarbiya ko'ralishi, o'z madaniyatida yashash haqlarining shu yo'qotilganligini biz bildirishimiz shularni nazarga ilinish kerakda. U yana Xitoyning qirg'inchiligidan qutulib, chet ellarga chiqarilgan bir qism Uyg'ur o'qituvchilarning muajiratda Uyg'ur ona tili ma'rifini saqlab qolishdagi tayanch kuchlar ekanligini bildirdi. Bu Uyg'ur tili va madaniyatini, Uyg'ur ma'rifini saqlab qolishdagi hozirgi bir muhim chora ona til maktablarini ochish deb o'ylayman. Bo'libmi yaqinqi yillardan buyon ko'ryapmiz bu sohada ko'rinarli ilgirlashlar vujudga kelyapti. Uyg'ur muhojirlari bir qadar ko'p sonda hamda Amerika, Avstraliya, Germaniya, Kanada qatorliq joylarda o'xshamagan ko'lamda muntazam Uyg'ur ona til maktablari, muntazam o'qituvchilar qo'shinlari barliq kelyapti. Bu nihoyat yaxshi ahvol. Programmani Mehribon tayyorladi. Yuqorida Washingtondan alçış berib atgan Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümünün 1 saatlik programlarını anladыңlar. Keyinki anlatışımızda görüşkice aman bolыңlar. Hayır hoş. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.